iPhone 11 20.990 rubl bo'ldi. Faqat arzon marketga do'stlar. Original, polniy, kачестволari zo'r kelgan. То есть BU telefonlar, lekin как новый. Yangidek, polni ko'rib turganlaringdek, polni salafan, palafan, paket, maket, korobka, hamma narsasi bor. 20.990 rubl. 128 gigabaytligi va 256 gigabaytligi 22.990 rubl. Qora va oq tsvetidan kelgan. 4 ta podarkasi ham bor. iPhone 11 chixoli, stiklosi, blok pitaniyasi va ana naushniki ham sovg'a qilinadi. Naushniki kачествоsi eng zo'r kачество. Ana vlagozashtasi bor, 9 soat zaryadkasi ushlab beradi. Yana undan tashqari qutisidan yana 4-5 marta zaryad oladi. В общем, mana shu 4 ta podarka sizlarga 4 ta sovg'a bo'ladi. Ana nomerlar 8925 448 45 45 layklarni bosib tashlaveramiz akalar. Podelitsiya qilamiz tanishlarga, kim telefon olmoqchi bo'lsa, arzon narxlarga kelib arzon marketdan ishonchli va original telefonlardan olib ketishlaring mumkin. Sizlarga omad, sog' bo'linglar.